Siz o'zingizni kim deb qoldingiz? Bir tuga shuncha jafo mushaqqatlarni tortib, qumliqni kesib o'tibdi. Bir chivin tugining dumisiga chiqib, hech qancha kuchmayla billa o'tibdi. Chivin tugini zangli qilib, "Ey tugasining shuncha jafo mushaqqatlarni tortib, meni akab qo'yganingga rahmat, xo'shamsa" debdi. Tuga chivin qarab qo'yib, "Sen mening dumbamdagi chaqda men sening dumbamda ekanligingni bilmaydim. Hem sen ketganda men bilan xo'shlashishingning hech qanday hojati yo'q. Chunki sening hech qanday ig'irliqing, salmoqing yo'q. O'zingni bek cho'ngchaqlab ketma. Sen o'zingni kim deb qolding?" debdi. Yana shuningdek, angliyalik otaqliq yozuvchi Bernard Shaw bir kuni bekabob qilib, bir tonimaydigan kichik qizchaq bilan billa yarim kun o'ynaydi ekan. Gugum tushgan vaqtida bo'lsa, Bernard Shaw kichik qizchaqqa siz uyingizga qaytib, opangizga "Bugun Bernard Shaw apandim men bilan yarim kun vaqt chiqarib billa o'ynadi" deng debdi. Desa kutilmagan yerdan kichik qizchaq uningga "Sizmi uyingizga qaytib berib, opangizga Mariyaman bilan bugun yarim kun o'ynadi deb qo'ying" debdi. Keyin bu Bernard Shaw boshqalarga mushun so'zlab berib, odam o'zini cho'ngchaqlab ketmaslik kerak ekan degan ekan. Şuna ko'pinchalarda cho'qim o'zimizni tunishni, bilishimiz ham hargizmi o'zimizni bak cho'ngchaqlab ketmasligimiz kerak ekan deyapti. To'g'ri, bu dunyoda har bir odam shunchalik muhim, lekin yer shari har qanday bir odamsiz cho'glashdan to'xtab qolmaydi. O'zimizga ishonsak bo'ladi, o'ziga ishonish yaxshi ish, lekin haqoratlik qilishga bo'lmaydi. Amaliyotda o'zini bak cho'ng tutmaslik tarbiya ko'rganlikning ifodasi. O bir salmoqliq, jahondarlikdagi muhim bir ilm. Bu xil pozitsiya bilan texim xo'shal va salobat yashay olamiz. Ham atrofimizdagi barliq odamlarmi bizni texim yaxshi ko'radigan ro'ya holat shakllanadi. Shunga kichik pul bo'lishni o'rganishimiz kerak.